hozir mana shu syomkadan keyingi syomkalarda syomkamizda chiqmoqchi bo'lgan odamlar Instagramimizni kuzatib boringlar. Har doim Instagramimizda storiesda syomka qilishimizdan bir kun oldin e'lon beramizda. O'sha syomkaga chiqmoqchi bo'lganlar bemalol direktga yozib, biz bilan bog'lanib syomkaga chiqsanglar bo'ladi. O'zingizlarning mashinalarni olib chiqsanglar bo'ladi. Orada sizlarning ham mashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunaqa Instagramni ham kuzatib boringlar demoqchi bo'ldim. Instagramda akkauntimizda Obzor Time Plus obuna bo'lib qo'yasizlar, postoyanniy уведомление kelib turadi. Instagram kanalimizni opsiyada yozib qo'yamiz. И mana videoda ham hozir tagida chiqadi Instagramdan shu sarlavhasi. Ovozimiz yozib o'tgan. Yozib o'tdi. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Stroke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact, I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Samarqand darvozasidan o'tgandan keyin remont topchi. Bak, sizdan keyin keldim ora. Ko'rdim sinomida qarang oxirida. Sen olting qani o'zi, yo'sani o'zi bo'tdi. Ya, men ruchnoyim tortilgan holatda roman o'tib keta olmayman sendan. Hozir ruchnoyim tortilgan holatda yuribman hozir. Ruchnoy tortilgan holatda yuribman. Bo'ldi hozir. Bo'ldi. Mana o'tib ketaman mo'ykan oldidan hozir. Mo'ykan oldi turibsanmi? To'xtab tur azim. Anaqa islom o'tib senga.
Voy. Oynani yop. Oynani yop. Bak bitti. Ulgurdimi? O'rtoqlar, mana bu Spark'imizni obzorini oluvdik. Kommentariyada ko'pchilik yozdida. Gosindisga taqilgandi bunga. Sal hadovoy jo'ski deb aytilgan edi o'shanda. Keyin orqasida esinglarda bo'lsa, spoileri bor edi. Ano fantastik spoileri bor edi bu haqda qo'shilgan. Shu spoilerni ham olib tashlanglar deb ko'pchilik gapirdi. O'shanga hozir iloji boricha egasiga etdik. Shu narsalarni podpисчиклар so'rayapti deb. Egasi ham mana gapimizga quloq solib, sizlarni aytganinglarni qilib, mana mashinani ko'rsatishga berdilar. Hozir ko'ryapsizlar, Cobalt diskga taqildi. Yurishi bir 70-80% ga o'zgardi. Mashina вообще yengil yuribdi hozir. Continental balon taqilgan. И mana spoiler olib tashlangan. Ko'rdinglar, spoiler turadi. Shu spoilerni ham olib tashladik. Qolgan joyi xuddi shunday o'tiribdi. Salon radnoy hali ham shkatiga terilmagan. Oqshiylarga binoan. Umid aka, bugun mashina bilan nima qildingiz? Mana, kel. Nima qilib qiynadingiz bizani? Mana. Telefonni olib beradim. Narigisini oling. Bu odam mana vyxlopnoy gazida chiqadi-da, keyin mashina ob'yom katta bo'lgandan keyin ko'p mashinalarda kondensat ham chiqishni boshlaydi. Mana bu odamda ana atyok izi bo'ladi, suvning izi bo'ladi-da. Uni уже ximikatmi, nima qilsanglar ham o'sha ana nima deydi, anaqani benzin salarka bor-ku. Salarkada ham ish qilib ko'rdik, hammasi qilib ko'rdik, bo'lmadi. Oxiri drelga bitta nasatka olib shlifovka qilganmiz boya. Qilganman boya. Hozir endi mana bemalol qo'lni tiqsa ham bo'ladi. Ha? Ketasanmi? Ha? Bo'ldi. Ha? Ha. Voh. Keng oldiqqa chaqiring. Mana har oldiqdan bo'ldi. O'zi har oldiq chaqiryapman seni. chaqirmadim. Ha. Qo'y. Ha, nima? Qo'y. Qachon chaqir? Mana Trigo har doim telefon qilaman, azim keladi, hozir syomkani onamizni zo'r qilib sotga qilib deyman. Nuqul telefon qilaman, yo'q olmaysan yoki telefon qilaman, anaqa bo'lasan. Hozir boraman aka. Mana. Ya mayli ishing bo'lsa. Ana mashinani egasiga rahmat deb qolamiz. Shunchalik mashinalarni ayamasdan, vaqtlarni ayamasdan olib keldilar shunday. O'zi olib bergan mashina-ku. O'zi olib bergan mashina. Azim rahmat. Gaplashamiz. Chaqiraman. Chaqirib chatman, o'zim tega qasabor uchun bo'ldi. Mana hozir takaning uchun bo'ldi. Ha, ketdim bo'lmasa. Yetib olasiz. Sekin yuraman. Asli shunaqasi ketdingizmi? Просто
Men buni o'tib ketayotganim orqamdan olgan yaxshiroq. Uchta signalga. Bitta qolib bering. Ko'ngilni bitta qolib beramizmi? Ha? Jami chiqib bo'ladi. Давай. Ha, bo'ldi. On tarafdan. Ayni qilsam o'ziga tursin. Контроль скорости. Qat'iy o'tdi. Bu yerda yo'q. Eski so'ng. Beraymi? Anini arzini bestiki sanchi, lekin animni olganman, tan oling. Do'sti, aytdim-ku, men buni korobka bestikida yumshoq yurish uchun shart qilganman. Ha, o'zi Spark'la yurganda Malibu'la zavod bo'la olmay qoladi-yu. Mayli, men bu qamashyapti ko'zlar bor, uzr. Olmaz. Derken de. 10. Bosing, o'tas. Tashlab qoladimi? Сразу аж damasdan keyin 10 yil Matizdan keyin. Olmadan o'tyapti. Qolib ketdi.
O'rtoqlar, ko'rsatuvni shu joyda to'xtatamiz. Yoqqan degan umiddamiz hammaga. Shu aytganimizdek, Instagram profilimiz orqali bizani kuzatib turinglar, yangi yildan xabardor bo'linglar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. По ухе, как есть 17